Bir qarasang, nima qilibdi? Rostdan bir qaraychi. Qaragan ko'zlaring o'yilib tushsin. Qaray. Mazam ekan. Qo'shnimi? Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum assalom qo'shni, yaxshimisiz? Allohga shukr, yaxshi. Qo'shni, bilasizmi? Menga shu desangiz ozgina qarz kerak bo'lib qoladi. Bormi, please? Ha, bor qo'shni. Tinchlikkami? Shu ozgina ro'zg'orlikka kerak edi. Iloj bo'lsa. Ertaga qaytaraman. Barda turibdi qo'shni. Hozir mashina tozalayotgandim, qo'lim yomon edi. Olasiz o'zingiz? Xo'p, bardami? O'zim olaman. Ha. Bari qaysi ekan bu endi? Davolashib bo'lsa kerak. Qaramayapti-ku. Qarasa nima qilibdi? Bilib o'tiribdimi? Olib ketaver. Bilsa hazil, bilmasa-chi. Qo'shni 600 ming ekan. Ha, bo'ldi. Ishingizni bitiravering. Rahmat qo'shni. Hali vaqt bor. Hali yoshsan. Men shom o'qimoqchi edim. Hozir yoshsan. Davringni so'l. Kayfingni qil. To'g'ri. Hali vaqt bor. Vaqtim bor. Davrimni surishim kerak. Ana bu Lukam. Rahmat aka. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Sochni chiroyli olasiz-da. Aka, bizdan qancha bo'ldi? Sizdan 40 ming so'm bo'ldi, ukam. Aka, sizga 30 ming ham bo'laveradi. O'zi kontovka qilib qo'ygan bo'lsangiz. Rozi bo'lasiz. Voy aka, pul tushib qoldi. Pul? Ha, meni pulim. Gap yo'q lekin aka. Insofingiz bor ekan. Olib qo'ysangiz ham bilmas edim. Siz bilmasangiz bilguvchi Alloh. Men Allohdan qo'rqaman. Alloh ko'rib turibdi. Men nafsim bilan har doim kurashaman. Va yengilmaslikka harakat qilaman. Nafs baloga yo'liqtiradi. Nafs. Agar nafsimni men vaqtida o'ldirmasam, do'zax olovi oldida bu o't bir teng. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda